Voy dod! Elektromobil va shu yurib bermayapti-yu, aytganda zaryadlarni yeb tashyapti-yu degan aka-ukalar, buni yechimi bor. Men o'zimda sinab ko'rdim. Qanaqa deydigan bo'lsanglar, xo'p, hozirgi kunda ko'pchilik ertalab mashinani shunda o'tiradi, zavod qiladi, pechka-mechkalarni yoqadi, yurib ketadi. Rasxod ko'tarilib ketyapti 30 darajagacha, ya'ni 30 kilovatgacha. Men mana shu narsani sinab ko'rdim. Qanaqa qilsa to'g'ri bo'ladi, rasxodi ham kam bo'ladi. Endi meni eshitib turinglar. Ertalab chiqamiz, mashinani shunda zavod qilamiz, pechkani sirazi qo'shaveramiz, farqi yo'q. Pechkani qo'shganingizdan keyin 4-5 minut mashina turish kerak. Ana undan keyin sirazi bosib qo'zg'alish kerak emas. Sekin qo'zg'alib bir 2-3 kilometr yurgandan keyin ana undan keyin yurishni boshlasanglar, sizlar aytgan probegga yurib beradi, sizlar aytgan kilometrajga yuradi. Zaryadi ham ancha-muncha ekonom bo'ladi. Sababini men sizlarga aytaman. Hozirning o'zidan shunda zavod qilib yurib ketadigan bo'lsanglar, hali batareykalar qizimagan bo'ladi, ancha-muncha rasxod qizishga ko'p потребление tortadigan bo'ladi, shu bilan rasxod ko'tarilib ketadi. Agar joyida turgan joyida qizdirib oladigan bo'lsanglar, ana undan keyin qo'zg'aladigan bo'lsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlar shu narsani bitta qilib ko'ringlar-da, javobini kommentariyada yozib ketinglar. Rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, elektromobil haydaydigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yasizlar, foydasi tegib qolar.